Belingizdagi grija og'riqlarini atik 100 ming so'mga alishgan bo'larmidingiz? Videoni ko'rishdan avval like hamda obuna tugmasini bosishni unutmang. Ushbu qo'limdagi mahsulot aptekalarda sotadigan oddiygina bel uchun korset hisoblanadi. Ushbu korset kimlar uchun? Asosan ofis ishchilari, ya'ni uzoq o'tirib ishlaydiganlar, chevarlar, og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchilar doimiy ushbu korsetni taqib mehnat faoliyatini amalga oshirishsa, belidagi og'riq hamda toliqishlardan xalos bo'ladilar. Hamda kelajakda bel grijasi bo'lib qolish ehtimolini ancha foizga kamaytiradi. Bundan foydalanish juda ham oson. Buni oddiygina mana belimizga turli xil razmerlari bo'ladi. O'zimizga mosini olib taqib yuradigan bo'lsak, birinchi navbatda beldagi toliqish hamda og'riq hissini yo'qotadi. Belni muskullarini baquvvatlashtiradi hamda bizni kelajakda grija bo'lib qolish ehtimolimizni anchaga kamaytiradi. Bu hech qanday mahsulot reklamasi emas, mutaxassis sifatida sizning sog'lig'ingiz uchun foydali ma'lumotni beradi. Xuddi shunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Ushbu videoni beli og'riydigan do'stingizga yuborib qo'ying.